Barno Teshaboyeva 55 yoshda. O'zidan ko'ra obrazi mashhur bo'lgan aktrisaning hayot va ijod yo'li. Ijodiy faoliyatini Alfiya Kampir obrazi bilan boshlab, qalpoq hajviy ko'rsatuv orqali xalqqa tanilgan aktrisa Barno Teshaboyeva 14-aprel kuni 55 yoshni qarshi oldi. Yoshlik yillarini Tatar kampiri obrazida o'tkazishdan afsuslanmaydigan aktrisaning ijodiga nazar tashlaymiz. Aktrisa 1971-yilda Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Olmazor qishlog'ida tug'ilgan. Teshaboyevlar oilasida 4 qiz va 4 o'g'il o'sib ulg'aygan. Barno Teshaboyeva oilada 8 farzandning 6-chisi bo'lgan. San'atga qiziqishim maktabga chiqmasimdan avval boshlangan. Otam erta vafot etgan. Biz kichik yoshda edik. Men maktabda o'qirdim. Oilada 8 farzand bo'lganmiz. Onamning ismi Teshaboyeva Salima. 80 yoshda vafot etdilar. Uddaburon, mehnatkash ayol edi. Bir o'zlari hammamizni oyoqqa turg'azdi, o'qitdi. Oilada hammamiz o'qimishli, ilmli bo'ldik. Menikidek qiziq va beg'ubor bolalik hech kimda bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bola paytimizda qo'shni bolalar bilan sen kelin bo'lasan, sen kuyov bo'lasan deb o'ynardik. Boshqa bola kuyov men bo'lay desa, yo'q, sen xunuksan. Mana bu bola kuyov bo'ladi deb tanlardim. Bo'lmasa, o'zim ham ularning yoshidagi bola edim. Ssenariylar tuzib, san'atga qiziqishim o'sha vaqtdan boshlangan. Maktabga borganimdan so'ng uy ishlarini qilishni uncha yoqtirmasdim. Qo'y sigirlarimiz bo'lardi. Shu sigirlarni dalaga olib chiqib, boqib kelish men uchun zo'r edi. Uydagi qozon tovoqni yuvish, osh-ovqat qilish men uchun emas edi. Televizorda Komila degan film namoyish etilgan. Shunda qora ko'zli, yuzlari dumaloq, yosh ham o'sha vaqt men tengi qizcha rol o'ynagan. Pianinachi rolini shu qadar qoyilmaqom ijro etganki, sehrlanib qolganman. Televideniyada kino degan ko'rsatuv bo'lardi. Toshkent 11, Navoiy ko'chasi, 69-manzilga deb tinimsiz xat yozganman. Har hafta maktub yozardim. Men Toshkent viloyatining falon joyida yashayman. Yoshim buncha, aktrisa bo'lishni xohlayman. Iltimos, Rixsivoy Muhammadjonov, kelib meni kinoga olib keting. Bir xil xat yozaverardim. Va ko'rsatuv efirga uzatiladigan vaqtda muk tushib, hech bir sonini qoldirmay tomosha qilardim. Lekin hech xatimni o'qishmasdi. Bir kuni o'yinga berilib, ko'chaga chiqib ketganimda, uzatilgan efirda mening maktubimni, ism sharifimni o'qishgan. Qo'shnim televizorda ko'rib qolib, "Voy, hozir televizorda Barnoni gapirishdi. Sizlarning manzilingizni aytishdi" deb onamning yoniga yugurib chiqqan. Hatto texnikumga kira olmaysan deyishgan. Maktabni tamomlayotganimda sinf rahbarimiz hammaga o'zini iqtidoriga qarab, "Sen tibbiyot texnikumiga, sen quruvchilikka topshir" deb maslahat bergan. Menga kelganda esa, "Bu turishingda texnikumning yoniga ham yaqinlasha olmaysan. Yaxshisi 3 oylik, 6 oylik kotibalik kurslarida o'qib ol. Hayotda hol bo'lmaysan" degan. Borib, sochiga yopishkim kelib tursa ham indamay qo'ya qolganman. San'at oliygohiga imtihon topshirib kira olmadim. Lekin qishloqdoshlarimga kira olmaganimni aytish uyat edi. Ha, kirdim, o'qiyapman derdim-u, har kuni aktyorlik mahorat darsiga borardim. Kelasi yil esa o'qishga kirib ketganman, deydi aktrisa. Alfiya Kampir obraz yashayotganiga 37 yil bo'ldi. Alfiya Kampir obrazim 1989-yilda ekranga chiqqan. U vaqtda 18 yoshli talaba edim. Mamlakat Toshpo'latova degan ustoz rejissyorimiz bo'lardi. O'zbekiston televideniyasida ishlardilar. Shu o'qituvchimiz 1-kursda o'qiyotgan kezlarimda san'at oliygohiga iqtidorli talabalarni so'rab kelganida, Arsen Fayzullayevich ustozimiz men bilan yana bir kursdoshimizni tavsiya qilgan. O'shanda televideniyaga borib, 1-marta Alfiya Kampir rolini o'ynaganman. Shundan so'ng bu obraz oliygohning o'zidayoq mashhur bo'lib ketgan. Xullas, qalpoqdagi ijodkorlar bilan oliygohda birga o'qiganmiz. Ular Alfiya Kampir obrazini bilgach, meni ham qalpoqqa taklif etishgan. Alfiya Kampir juda mashhur bo'lib ketdi. Hatto o'z ismim qolib, uning nomi bilan chaqiradigan ham bo'lishdi. Oxirgi paytda Barno ekanligim esimdan chiqib ketgan. Kimdir Alfiya desa, meni chaqiryapti deb qaraydigan bo'lganman. Men asli o'zbekman. Mahallamizda tatar kampirlari bo'lardi. Obrazni o'sha kampirlarni kuzatgan holda yaratganman, deydi u. Barno Teshaboyevaning aytishicha, Alfiya kampirga 2 marta sovchi kelgan.
Qashqadaryolik bir otaxon Alfiyaga uylanish niyatida ko'rsatuv tahririyatiga xat yozgan. Qiziqchi Iskandar Hamraqulov menga doimo aytardi: "Siz baxtlisiz, chunki siz nafaqat mashhur, balki sevimli hamsiz" deb. Endi ushbu so'zlarning mag'zini chaqyapman. Darhaqiqat taniqlilar ko'p, sevimlilar kam. Bilasizmi, meni ayniqsa chollar yaxshi ko'radi, deydi Barno Teshaboyeva. Alfiya nima sababdan qalpoqdan chiqib ketgan? Alfiya kampir obrazi tomoshabinlarga qalpoq hajviy ko'rsatuv orqali tanildi. Biroq Barno Teshaboyeva hozir ushbu ko'rsatuvda faoliyat yuritmaydi. Ko'rsatuvning ijodiy guruh rahbari Rahmonali Suropov buning sababini quyidagicha izohlagan. Alfiya nega ketganini bilmayman. Qalpoqda chiqib tursa, tomoshabini ko'p bo'lardi. Bir marta tortishib qolganmiz. U ham hadrada, yotoqxonada turardi. Keyin oldiga borib, "Men xalq uchun so'rayapman sizdan, o'ynab turing. Xalq yaxshi o'ynagani uchun ataylab chiqarib yubordi" deb o'ylaydi. Har xil odam bor deganim esimda. Ko'ngli ochiq ayol. Yo'lda ketayotganimizda ham hammani kuldirib, kayfiyat berib yurardi. Kimdir uni yo'ldan urdi. Kimligini ham bilaman. Mayli, chuqurlashmaylik. Hozir internetda ko'rinib turibdi. Omadini bersin. Qalpoq uniki ham. U bilan boshlaganmiz. Qalpoqning 1-2 sonidan keyin ko'rsatuvga qo'shilgan. Yana kelaman deydigan bo'lsa, marhamat. Boshqa talantli ijodkorlar ham qatnashmoqchi bo'lsa, men jon deyman, deydi Qalpoqdagi Maraymamat aktyor Rahmonali Suropov. Hozir Instagramda hamma artist. Hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlandi. Hozir endi 80 yoshga kirgan momolarimiz ham bemalol internetga kirib, blogerlarning hayotidagi yangiliklarni kuzatib o'tirishibdi. Hozir Instagramda hamma artist bo'lib ketgan. Men ham oxirgi 1 yildan buyon ijtimoiy tarmoqlarda faolman. Unga joylaydigan kontentlarning montajini ham bir necha oylardan buyon o'zim qilaman. Oldinlari oila a'zolarim, shogirdlar yordamlashib turishar edi. Yaqin 2 oydan beri hammasini o'z qo'limga oldim. 3 ta kanalni yuritish bilan birga storieslarni ham o'zim tayyorlab, o'zim montaj qilaman. Ayolning baxtli yoki baxtsiz bo'lishi o'z qo'lida. Baxtli yoki baxtsiz bo'lish 90% ayol kishining o'z qo'lida bo'ladi. Meni baxtli qil, tilla uzuk olib ber, uyga uni olib kel, buni olib kel deb injiqlik qilgani bilan baxtli bo'lib qolmaydi. Turmush o'rtog'i pul topishga, ro'zg'orni chiroyli qilishga harakat qilib ishlayaptimi? Ayol ham erining topganini yo'qdan bor qilib berish kerak. Bir gap bor. Insonni insonlarning o'zlari yo yaxshi yoki yomon qilib qo'yadi, deydi Barno Teshaboyeva.